Assalomu alaykum YouTube ahli, sizlar bilan Tagopu bugun hamma FC Mobile beta versiyasini qidirar ekan, shunga video chiqardim. Obuna va like ni bosib ketinglar do'stlar. Birinchi Telegramga kiramiz va beta o'yinlar deb yozamiz. Mana shu o'zdek qilib yozinglar va men kanalim chiqib keladi. Buni описаниеda ham qoldirib ketaman. Описаниеdan ham kirsalaring bo'ladi. Mana shu Quark VPN ni yuklab olasizlar. Mana shuni yuklab olganlaringdan keyin Quark VPNga kirasizlar. Mana buni bosasizlar, pastda turadi. Shuni bosgan Smart Connect. Mana bu yerda Smart Connect turadi. Shuni bossalaring, VIP ga o'tasizlar. VIP ga o'tsalar mana Kanada turibdi. Kanadaning ustiga bir bosib, eng maydasini tanlaysizlar. Va Tap to Connect ustiga bitta bosasizlar va yonadi VPNimiz. Keyin chiqamiz, Play Marketga kirib olamiz. Play Marketni bir tozalab olinglar, iloji bo'lsa. Play Marketga kiramiz va FC Mobile beta. Shuni bossalaring, mana beta versiyasi chiqib keladi. Mana beta versiyasi. Mana shuni yuklab olasizlar. Endi bunga kirasizlar. Mana sizlarga kirib ham ko'rsataman do'stlar. Mana do'stlar, FC Mobile'ga ham kirib oldim. Sal videoni o'tkazdim-da, shuning uchun sizlar ko'rmay qo'ying. Shu FC Mobile'ga kirsalar, o'zi mana shunday kiradi. Men yolg'on fake deganlarga ishonmanglar. 100% ishonchli. Bir sinab ko'ringlar. Sizlar kirib ko'rsataman. Managa kirdim, o'zimning akkauntim shaxsiy mana. Qo'llaytni bosasizlar, har kun sovg'a ham berib turadi. Mana bosdim. Qaranglar. 10 tagina olmos berdi o'ziga. Fake deb o'ylayapsizlar. Endi bu yerga qaranglar. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Hammasi full. Mana yotibdi, Salevalar qaranglar. Grimaldo, De Bruyne, Rafael Leao, Isalo, Rodri, hammasi full. Maniki full turibdi. Bemalol ishlatib olasizlar. Mayli do'stlar, hammaga salomatlik tilayman. Kamchiliklar uchun uzr. Birinchi videoyim. Video yoqqan bo'lsa like va obunani bosib ketinglar. Qani keyingi videolarga uchrashguncha. Bo'pti do'stlar.